To'g'ri burchakli uchburchakka yarim aylana shunday chizilganki, diametr gipotenuza ustida yotadi, markaz esa gipotenuzani 15 va 20 santimetr kesmalarga bo'ladi. Uchburchakning yuzini va unga chizilgan yarim aylana uzunligini toping. Aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Hop, uchburchagimiz ABC uchburchak bo'lsa, AO kesmamiz 15 ga, OB kesmamiz 20 ga tengligi masala shartidan bizga ma'lum. Hop, O nuqtadan aylanani AC gipotenuzaga urilish nuqtasiga radius tushiradigan bo'lsak, bu perpendikulyar bo'ladi urilish nuqtasiga tushgani uchun va radiusga teng. O nuqtadan aylanani BC katetga urilish nuqtasiga radius tushirsak, bu ham urilish nuqtasiga tushgani uchun perpendikulyar bo'ladi va aylana radiusga teng. Bu burchakka alfa deydigan bo'lsak, bu burchagimiz ham alfaga teng. Sababi bu burchagimiz 90, bunisi 90 bo'lgani uchun ON to'g'ri chizig'imiz BC to'g'ri chizig'iga parallel bo'lgani uchun bu burchak alfa bo'lsa, bunisi ham alfaga teng bo'ladi. Demak, dastlab uchburchak OAN dan kosinus alfani topadigan bo'lsak, kosinus alfa yopishgan katetda gipotenuzaga nisbatiga. Ikkinchi navbatdagi uchburchakdan, ya'ni buni uchburchak OMB dan sinus alfani topsak, sinus alfamiz qarshi katetda gipotenuzaga nisbatiga teng. Demak, asosiy trigonometrik formulaga ko'ra sinus kvadratga kosinus kvadratni qo'shadigan bo'lsak, 1 ga teng. Sinusimiz radius taqsim 20 ning kvadrati plus radius taqsim 15 ning kvadrati teng 1 ga. Hop, radius kvadrat taqsim 400 plus radius kvadrat taqsim 225 tenglik 1 ga teng. Mahraj beradigan bo'lsak, 625 ta radius kvadratimiz teng 400 ko'paygan 225 ga. Ikki tomondan ildiz olsak, 25 ta radiusimiz 20 ko'paygan 15 ga. Bundan radiusni topsak, 5 ga qisqartirsak, bunga 5 ta, bunga 3 ta, yana 5 ga bu bilan qisqartirib olsak 12. Demak, javob aylana radiusi 12 santimetrga teng.